Tushda uylanish ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirin aytadi, tushida xotin olganini ko'rsa, sharaf va ulug'lik topishini bildiradi. Agar bo'ydoq bo'lsa, badavlat xotin oladi. Xotinini taloq qilganini ko'rsa, sharafi va ulug'ligi zoil bo'lishiga belgi bo'ladi. Tushda o'lgan xotinga uylansa va u bilan yaqinlik qilsa, o'sha xotinning moli mulkidan unga biror narsa tegishiga ishora bo'ladi. Agar yaqinlik qilmasa, xotinining molidan kam narsa oladi. Agar ayol kishi o'lgan erkakka tekkanini va o'z uyida u bilan qo'shilganini ko'rsa, ayolning moliga nuqson yetadi yoki ahvoli o'zgaradi. Agar uylansa, xotinni ko'rmasa, nomini ham bilmasa, ajali yaqinlashib qolganini bildiradi. Kirmoniy aytadiki, eri bor ayol tushida boshqa eri borligini ko'rsa, to'yini ko'rmasa, bu uning izzati va moli ko'payishiga ishoradir. Erkak uylansa, kelinni ko'rmasa va tanimasa, unga o'lim xavfi borligini bildiradi. Ba'zilarning aytishlaricha, kimdir uning qo'lida o'ladi. Kasal ekanligini ko'rsa, notanish ayolga uylansa, yo birov o'z xotini erga tekkanini va erini o'z uyiga olib ketganini ko'rsa, erga juda ko'p mol yetishini bildiradi. Agar nobakor bir xotinga uylansa, u bilan yaqinlik qilsa, qiyin ishlari unga oson bo'lishiga ishoradir. Agar yaqinlik qilmasa, aytib o'tganimizdek, unga foyda kamroq bo'ladi. Jobir Mag'ribiy aytadi, agar birov bo'yi yetgan qizga uylanganini ko'rsa, o'sha yili xotin olishi yoki kanizak sotib olishiga yoki podshohdan yaxshilik ko'rishiga ishora bo'ladi. Hazrat Sodiqning aytishlaricha, tushda xotin olish 4 narsaga belgi bo'ladi: ulug'likka, moli ko'payishiga, xotirjamlikka, shod xurramlikka. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.